Assalomu alaykum hurmatli asarlarchilar. Shifo Asal kanalimizning mehmonlari, obunachilari, umuman asarlar ishqibozlari bugun yana siz bilan uchrashib turganimizdan xursandmiz. Hammangizga ma'lumki, bizning oldingi roliklarimiz va oldingi videolarimizda asarlar ishi sohasida ekologik toza bo'lgan asarlarga olinadigan mahsulotga zararsiz bo'lgan xalq keng qo'llanib kelayotgan asarlarni davolash, asarlarning kasalliklarni oldini olish, eng muhimi varroa kanalsiga qarshi kurashda qo'llaniladigan qadimiy usullar bilan siz bilan o'rtoqlashishimiz. Mana shu masalada bir necha videolarimiz chiqdi. Ularda achchiq qalampir, chesnok, achchiq shuvoq, undan tashqari KAS 81 ni qo'llash tayyorlab, ularni qo'llash borasidagi bajargan ishlarimiz, sizlarga ko'rsatganimiz ko'pchilik asarlari ishqibozlariga, atasi mutaxassislariga, eng muhim yangi asarlarni boshlayotgan yosh asarlarchilarga ma'qul kelishi shekilli ko'pchilikga o'zlarining fikrlarini bilishdi. Ayrim tajribalar bo'lsa ularni to'ldirishdi, ba'zilari o'zlarining salbiy fikrlarini ham bildirishdi. Qanaqa bo'lgan taqdirda ham mana shu bizning videomiz asarlarchilarga, mutaxassislarga, ishqibozlarga, endi asarlarchilar shuni boshlayotgan e'tiborlaridan, ularning ko'pchiligi shundan foydalanib ijobiy fikr bildirayotgan nihoyat xursandmiz. Hali tepda aytib qo'yganimizdek, keyingi paytda butun jahon bo'yicha hamma sohada ximiyani keng foydalanish natijasida ana shu ximiyalashtirish o'zining ijobiy tomonlari bilan birgalikda katta salbiy ta'sirlarni ko'rsatib kelmoqda. Mahsulotlar tarkibi o'zgarmoqda. Mahsulotlarda foydali o'rniga ayrim zararli holatlarni ham mutaxassislar qayd etishyapti. Shuning uchun biz yana eski ota-onalarimiz qo'llab kelgan, eski asarlarchilar qo'llab kelgan vositalardan foydalanib, jumladan asarlarchilarda ham ekologik e'tibor berishga e'tibor beryapmiz. Bu oldingi videolarda aytganimizdek, bu xalq usullari birinchidan doim topiladigan narsa, ikkinchidan ular nihoyat arzon, uchinchidan mutlaqo zararsiz, ularning bir dozalari o'zgarishi bilan asarlarchiga ham, asal mahsulotiga ham, asarlarchining o'ziga ham hech qanaqa salbiy ta'siri yo'q. Shuning uchun ko'pchilik hollarda ana shu qo'llanishi albatta foydali ekanligini e'tirof etish bilan birgalikda biz mana shu sohaga e'tibor bersak, biz yetishtirgan mahsulotimiz tabiiy toza bo'lsa, ko'pchilik odamlarimiz asarlarni Qur'oni Sharifda aytgandek ming darlarga davo bo'lgan sharbatini ana shu kasallar ko'pchilik foydalanishda davo deb topishida haqiqatda ham shunaqa. Ana shunda biz toza asalni yetkazib bersak, kim o'shani iste'mol qilsa haqiqatda darlarga davo bo'ladi. Shuning uchun ham ko'p emas, ozgina yetishtirsak ham toza bo'lsin, iste'mol qiluvchilar undan foydalansin. O'zimiz ham ko'p hollarda sanoat darajasida 100 ta, 50 ta undan ko'p minglab oilalarni boqayotganlar emas, oddiy asarlarchilar 10 ta, 15 ta, 20 ta, 50 tacha boqib, asarlarchining mas'uliyatini ishtirib, birinchi galda o'zlari, yaqinlari keyinchalik nimaga bozorga chiqayotgan, sotuvga chiqayotgani uchun tayyor toza mahsulotni yetishtirib yaxshi bo'ladi. Nima deganda, rivojlangan davlatlarda hozirgi paytda tabiiy toza, ekologik toza bo'lgan mahsulotning narxi ximiyaviy usul bilan yetishtirilganiga nisbatan bir necha karra qimmatlashib borayotganligi, hatto asal mahsuloti ham hamma dunyoga mashhur Germaniyada 4,5 barobargacha qimmat ekanligini hamma e'tirof etyapti. Shuning uchun ham bizning fikrimiz ozgina e'tibor talab etadigan, ozgina mehnat talab etadigan, lekin natijasi toza bo'lgan, asl asalni yetishga xizmat qiladigan vositalardan foydalanishni men boshqalarga taklif etamiz. Mana shu sohani biz qo'llab kelyapmiz. Mana shu ishdagi mashhurga ham asosan mana shu asarlar oilalarimiz noisi chiqdi. Mahsulotdagi sohada juda avjida yaxshi ishlayapti. Mana shularni hammasi tabiiy xalq qo'llagan vositalardan yordamini biz o'zimiz tajribasida ko'ryapmiz. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Hamma asarlarchilar biladi, eski mutaxassislar biladiki, hamma asarlarning balosi, uni ofati varroa kanasi. Asalni zaiflashtiradigan ham,
uni immunitetini pasaytiradigan ham, boshqa kasalliklarga, bakteriyalar kasalligiga, virus kasalligiga chalinishga olib keladigan ham, asalning mahsulotini pasayishi, sifatini yomonlashiga olib keladigan ham balo bu varroa kanasi. Varroa kanasini oldin e'tibor berishmasdi. Lekin keyinchalik butun dunyo bo'yicha ana shuni ovqatligini e'tibor berishdi. Hatto bu sobiq sho'rolar davrida 1964-yilda o'sha davrdagi veterinar xizmati, veterinar nazorati eshitdiki, sobiq sho'rolar davlati nimasi varroa kasalligini e'tibor etdi, uni o'ta xavfli sifatida tan olishdi, o'shanga qarshi kurash choralarini ko'rishdi. Ana shu o'sha davrdagi asallarni eng qilgan o'sha kimyoviy vositalarni hozirgi darajada o'nlab, hatto yuzlab kimyoviy vositalardan foydalanish bilan birgalikda o'sha davrdagi asalchilar, hozirgi paytda ham ko'pchilik hali asalchilar eski ota-bobolardan qolgan an'analarni davom ettirib, varroa kanasiga qarshi kurashyapti. Bu bugungi biz sizlar bilan o'rtoqlashadigan narsamiz varroa kasalligiga qarshi kurashishda oddiy o'zimizda xalqimizda ma'lum bo'lgan achchiq qalampir. Achchiq qalampirni hali mana bu tamiz ko'rib turgan bo'lsa-ki, yong'oq po'chog'i, ya'ni skarlupasi, ana shu keyin bunga halini o'rta achchiq shuvoqni nimasini qo'shib, demarda o'zimiz qo'llangan demarda yaxshilab tutasa, ana shundan chiqqan achchiq tutun mahsul o'ziga xos bu shuvoqni hidi, qalampirning ta'siri, nimadan chiqqan yong'oqning kuchidan chiqqani varroa kanasiga juda katta ta'sir qilar ekan, uni ko'paytirib rivojlanadigan, uniga qo'l qo'ymaydi. Mana shuni tutagandan keyin asalari uchib chiqishi bilan o'zini foydini chekib ushlab turilishga olib keladi. Buni eng ko'p qo'yadigan rus arabchalari ko'p qo'llashgan, uni natijasini ko'rishgan, shuning uchun ham orada ham kimyasiz asal degan shior hozir amal qilib kelyapti. Ana shu oddiy usul. Mana yana takrorlayman, qalampir, yong'oq po'chog'i, ozgina achchiq shuvoqni nimasi. Mana shuni demarga solib, demarni tutatib, o'sha tutun bilan asalini uyalariga tutaymiz. Yaxshilab tutagandan keyin o'sha asalning uchib chiqishi bilan kanalning tutilishga yordam beradi. Eng muhimi o'sha asalning uyasida, oilasida varroa kanasi rivojlanishiga, boshqa virusli nimalarga qarshi kurashda vosita bo'ladi. O'shanda ularga chidab bo'lmaydigan muhitni yaratib beradi. Mana shu biz Isroilda ko'p ishlatamiz. Nimalarda asalchilikda rus nimalari asalchilari achchiq shuvoqli, ya'ni hali nimani, kalin gorkani tutashli o'zi ham katta ta'sir qilishini tajribalab ko'rishgan. Shuning uchun ham mana shu xalq usullarini yana bir marta sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Demarni tutamiz, buning uchun hamma asalchilar qo'llanayotgan bo'lsa kerak, eng oson vositalardan bittasi hali tuxum kletkasini nimasidan foydalanamiz. Buni tutatish oson, bu ham yaxshi tutaydi. Buni ham bizda ham o'ziga xos bir nima yaratadi. Demarni tutatishda e'tibor berishimiz kerak, ichidagi olov alanga olish kerak. Yaxshilab yongandan keyin mana shu nimalardan achchiq qalampirni nimasiga tashlaymiz. Shu achchiq qalampir mana yong'oqni po'chog'i, achchiq shuvoqni bargi bu. O'ziga xos chiqa boshladi, achchiqroq narsa. Bir tomondan mana shuni o'zi ta'sir qiladigan vositasi ham shu. Shungacha tutatmiz kerak, mana shu qalampirni edi, yong'oqni, mana po'chog'ini edi, mana bu nima chiqqandan keyin o'ziga xos hech chiqib sal achchiqroq odamni yurtiradigan chiqqanda ta'siri katta bo'ladi. Endi tavsiya etamiz, mana shu nimada foydalanayotgan paytda sal xavfsiz bo'lish uchun maska, meditsin tibbiy maskani kiyib bo'lsak ham yaxshi bo'ladi. Albatta. Yaxshilab nimalardan, detoqlardan tutaymiz, tutun bo'lish kerak, asalariga yetish kerak, uyasiga. Hurmatli asalchilar, mana biz tayyorlagan achchiq qalampir, achchiq shuvoq, mana yong'oq po'chog'idan tayyorlanib tutatilgan, demarga nimamiz 25 ta oilaga yetdi. Ana shu 25 ta oilada
kanaga qarshi ancha nimalar, ham virus qarsillariga, ham bakteriyalarga, eng muhim varroa kasallaniga qarshi yaxshi kurash vositasi. Hozirgi paytda asallarda tashish avj olgan, bolalash, rastlov qo'yish avj olganda ba'zilar so'rashi mumkin, bu ziyon qilmaydimi deb. Hech qanaqa zarari yo'q. Bu tabiiy narsa, shuning uchun qo'llashimiz kerak. Ikkinchi tomoni shuki, hozir asalari ko'p bolalab, ya'ni rasplotni qo'yib, rivojlangan davrda kana ham ko'payadi. Ko'pchilik asallarchilar xatolar shu paytda rivojlanib ketyapti, yaxshilik kanaga e'tibor bermay qo'yishadi. Natijada sekin-sekinlik bilan avgust oylariga, sentyabr oylariga borib, hali asallar oilasida arilarning soni keskin kamayishi, kasal arilarning soni ko'payishi kuzatiladi. Shuning uchun ana shu davrlarda biz boshqa ximiya vositalardan bilan birgalikda iloji bo'lmasa qo'llamasdan xalq vositalari bilan kanaga qarshi kurashishimiz kerak. Ana shuni oqibatida biz yetishtirgan mahsulotning miqdori ko'payadi, sifati yaxshilandi, asallarcha ham qilgan mehnatdan rozi bo'ladi. Xullas, mana shu bizning tajribalarimiz, amalda qo'llaganimiz, natija berganimiz uchun sizlarga ham tavsiya beryapmiz. Kim qanaqa qo'llashi o'ziga havola, lekin mana shu foydali tomonlarni biz ko'rganimiz sizlarga tavsiya qilyapmiz. Asalchilarning hammalariga mana boshlangan mavsumimizda omadlar tilaymiz. Hammalarimizga hayotimiz o'zimiz tayyorlagan, yetishtirgan asalimizga toza, totli va shirin bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zlaringizga fikrlaringizni kommentarlarda qo'yishlaringizni, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishlarini so'rab qolamiz. Har qanday fikr, salbiy fikr ham, ijobiy fikr ham bizga mana shu o'z ustimizda ishlab, tajribalarimizni boshqalarga yetkazishga yordam qiladigan umidamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammalarga yana bir marta omad tilaymiz.